Bu videoni shunaqangi tiniq Gentra olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bugungi sotuvdagi avtomobilimiz juda ham yaxshi holatdagi Gentra avtomobili. O'zbekistonda maksimum tepadagilar minish mumkin bo'lgan mashina Gentra edi. Uni ichida palonchika o'tiribdi-da, ishonsanmi Gentrani ichida. Bu mashinangiz ichida Gentra, uni puli bor. Ukam deyapti, mana shu menga bundan kattasi mumkin emas deyapti. Mashina tomini kesib tashlaganda, Mercedes lyuk qo'yganda salonni polniy Mercedes qilib bergan deyapti. Bu bratga Malibu ham mumkin emas-da. Mashinamiz 2021-yil yurganiga keladigan bo'lsa 47 ming kilometr yurgan. Egalari aytdiki, kuzov qismi polniy radnoy, даже bamperlargacha radnoy dedilar. Mashinamiz balon qismlari yaxshi holatda, avtomat korobka, luklari bor. Tiniq deganimiz sababi mashinamizga gaz balon ham o'rnatilmagan. Zapaskalari, holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Yiliga keladigan bo'lsak 2021-yil. Mashinamizni kuzov qismi polniy top-toza, hech qanday kraskalar yo'q. Даже oldin, orqa bamperlargacha o'ziniki dedilar. Balon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Yurgani adiga 47 ming kilometr. Mashinamizning salon qismi ham skromniy holatda turibdi. Stenda abagrev, avtomat korobka, konditsionerlari ishlaydi. Mashina shot spravka turibdi. Luklari ham bor. Xullas mashina xarajatsiz, yangi holatda turibdi. Eski mashinangizni bitta yangisiga almashtirsangiz, yana anchagacha yurasiz. Mashinamiz narxi $13,5 ming deyishyapti egalari. Pastki nomerlarni qoldiramiz, yana kelishtirib beradilar.